Men hozir Qozog'istonda Batken viloyati Batken rayonidagi uchta davlat chegarasi tutashgan do'stlik stilasi olaman. O'zbekistonga kirganimizda pajon buguncha boshdan chiqarmadi. Tojikistonga kirish uzoqroq. O'shaning uchun Rishton rayonidan kirib, Qirg'izistonga, Rishtondan shu yerga keldik. Hozir biz Qirg'iz Respublikasi joyida turibmiz. Mana bu yerda Qirg'izlar, Tojikiston fuqarolari nima qilishyapti. Mana bu taraf bo'lsa, hozir bu O'zbekiston hududi. Uchta davlat chegarasi mana shu yerda kesishgan. Kelajakda mana shu tarafda Qirg'iziston hududida 100 gektar yer ajratilibdi. Bozor qurilar ekan. Bozor, turli xil servislar. Xullas, mana shu katta bozor, maydon nashatga bo'lar ekan. Shu do'stlik stellasi. Ichkariga kirmoqchi, ichkarida mana bu yerda bo'lib bor ekan, kirish mumkin bo'lsa ekan. Inshaalloh nasib bo'lsa, Tojikiston tarafdan va boshqa tarafdan bir kirish niyatimiz bor. Ana chegarachilarmi, xizmat ishchilarmi kelyapti. O'zbekiston tarafdan 3-4 kun oldin kelganda ham bayraq zastavada chasta qo'yishmoqda. Uchala davlat tarafida o'zim tilda davlat respublikasi nomi yozilgan. Ya'ni bu tarafda Qirg'iz Respublikasi bo'lsa, mana bu O'zbekiston tarafdan borganda O'zbekiston Respublikasi lozimchada, bu tarafdan borganda Jumhuriyat Tojikiston deb tojik tilida yozgan. O'zini yozuvda.